Ertaklar bolalarning tasavvurini parvoz ettiruvchi, ezgulik va mardlikni yuraklariga urug'day qadab, ularni hayot yo'lida nurafshon qiluvchi mo'jizaviy dunyodir. Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarga kitob Jamiyat qalbi loyihasi doirasida audio ertaklarni havola etadi. Go'shtni kim yedi? Bir kuni Nasriddin afandining qovurma yegisi kelib qolibdi. Shaharchaga borib, qassobdan 2 kilo lahm sotib olibdi. Uyga keltirgach xotiniga: "Xonim, ko'nglim qovurma tusayapti. Mana senga go'sht. Oqshom uchun ajoyib bir taom pishir, birgalashib ovqatlanamiz", debdi. "Yaxshi", debdi xotini va oshxonaga kirib, qovurma tayyorlashga kirishib ketibdi. Endigina ajoyib bir taomni pishirib bo'lgan ham ekanki, qo'shnilari mehmonga kelib qolibdi. Uyda mehmonlar oldiga qo'yadigan boshqa ovqati bo'lmagani uchun ham yangitda tayyorlagan ovqat bilan ularni ikrom etibdi. Oqshom tushgach, Nasriddin afandi uyga keliboq xotiniga qovurmani keltirishini buyuribdi. "Xonim, bizning qovurmani pishirdingmi?" Xotini nima deyishini bilmay, kalovlanib turaveribdi. Oxiri shunday bahona aytibdi: "Go'shtni yaramas mushugimiz tortib olib, yeb qo'ydi." Afandi xotinining so'zlariga ishonibdi. "Qarang, bu ochko'zning ishiga, bizning ozg'in, nimjongina mushugimiz yedimi hali?" Xotiniga darg'azablik bilan: "Menga tarozini olib kelchi, ko'raylik." Xonim chopib borib tarozini olib kelibdi. Afandining nima qilar ekan deb qiziqsinib kuzata boshlabdi. Nasriddin mushukni ushlab olib, tarozining bir pallasiga qo'yibdi. Ikkinchi pallasiga tosh qo'yib, tortib ko'rsa, mushuk bor yo'g'i 2 kilo chiqibdi. Shunda nima bo'lganini tushunib yetibdi. Xotiniga yuzlanib so'rabdi: "Xonim, mushuk 2 kilo chiqyapti. Agar bu vazn uning yegan go'shti bo'lsa, mushuk qani? Yo'q, agar bu og'irlik mushuk bo'lsa, go'sht qayerda?"